SCP jamg'armasi dunyodagi eng xavfli, g'ayrioddiy va noma'lum anomaliyalarni o'rganadi. Ulardan ba'zilari haqida hatto eshitish ham mumkin emas. Ha, balki siz payqagandirsiz. Gap SCP-106 qariya haqida ketmoqda. Ushbu anomaliyaning sinfi Keter, topilgan joy aniq emas, xavf darajasi yuqori. Saqlash shartlari esa shunchaki shartlar emas, bu majburiyat. SCP-106 maxsus kuchli po'lat konteynerda saqlanadi. Konteyner devorlari doimiy ravishda kislota bilan namlanib turiladi. Favqulodda vaziyatda odam qurbon qilish orqali juda ushlab turish protokoli mavjud. Ha, juda jirkanch. Bundan bilsak bo'ladiki, SCP jamg'armasi o'zining tajriba kalamushlarining qadriga yetmaydi. U har qanday moddani chirita oladi. Temir, suyak va hokazolar. O'ziga xos cho'ntak o'lchami mavjud. Dimension Makedonus mavjud. Qurbonlarni darhol o'ldirmaydi, azob bilan o'ynaydi. Devor, pol, shift orqali istalgan paytda chiqib ketadi. Ov qilishni yoqtiradi, ayniqsa o'rga qo'rqayotgan odamlar. Bu SCP-106 yaratgan do'zaxga o'xshash joy. Paket dimension, qorong'u, chirigan devorlar, o'tkir hid, chiqiriqlar aks sado beradi. Vaqt boshqacha yoqadi. Bu joyda kamdan kam odamlar tirik chiqqan. Tom ma'noda deyarli hech kim emas. Keling, men sizga SCP-106 haqida qo'rqinchli joy aytib beraman. Yangi xodim D001 xodimi SCP-106 haqida ogohlantirilgan edi. U seni tez o'ldirmaydi deyishdi unga. Bu gap o'sha paytda uning uchun shunchaki so'z edi. Eshik keldi. Avval hid urildi, chirigan go'sht, zang va qon aralashmasi. Keyin u kelayotgani eshitildi. Og'ir, sekin qadamlar, shlak. Qorong'ulik ichidan u chiqdi. Teri yo'qdek, suyaklar ko'rinib turardi. Og'zidan qora suyuqlik tomchilari. Ko'zlar yo'q edi, lekin ko'rayotgan edi. Ha, siz bu qiyofani hatto tasavvur ham qilishingiz mumkin emas. D001 xodimi qichqirdi. SCP-106 kuldi. Ha, u kuldi. Bir soniyada devor eridi. Qora qo'l chiqdi va uni tortib oldi. Paket dimensiyo. Buni siz hatto iblis olami deb atashingiz ham mumkin. U yerda osmon yo'q edi. Faqat devorlar, nafas olish qiyin, har bir qadam og'riq. U qochdi, lekin har burilishda yana u paydo bo'ldi. Ulardi ba'zan uzoqdan, ba'zan orqangdan pichirlab. Hali erta. Kunlar o'tdimi yoki soatlar bilmadim. U qochdi, chanqadi, oyoqlari singan. Oxiri SCP-106 uni oldiga olib keldi. U tirnoqlari bilan sekin-asta tirnardi, qichqirar, devorlarga esa aks sado berar edi. Men seni yeyman qalbi, dedi SCP-106. Lekin bugun emas. Bir necha kundan so'ng SCP jamg'armasi kamerani ochdi. Ichkarida faqat qon izlari va devorga yoyilgan so'zlar bor edi. Bu yerda vaqt yo'q, bu yerda o'lim yo'q. Faqat u bor, faqat va faqat u. Ana endi tasavvur qiling, siz shunchaki yotoqxonangizda uxlamoqchisiz, ammo devorlar eriy boshladi, devor chiridi, ichkaridan qo'l chiqdi, hatto suyaklargacha erigan qo'l, tana va eng oxirida dahshatli yuz, ko'zlari erib ketgan, misoli bir maxluqdek. Aslini olganda ham u maxluq edi. U sizga qarab kuldi. Birdan devoringizdan yiqildingiz. U sizni quvlamoqchi edi. Siz esa qochyapsiz. Charchagansiz. Qo'l-oyoqlaringiz deyarli o'zingizga bo'ysunmayapti. Lekin to'xtasangiz o'lishingiz aniq. Yuguraverasiz. Oradan yillar o'tdi. Lekin siz yuguraverasiz. Siz bu yerda mangu qolib ketgansiz. Siz bu yerda o'lmaysiz. Naqadar dahshatli va og'riqli o'lim. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, iltimos kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar shunga o'xshash videolar chiqishini xohlasangiz, iltimos kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz sizni kutamiz. Va iltimos, bir narsani hech qachon unutmang. SCP-106 har doim kelib qolishi mumkin. Shuning uchun hushyor turing. Yoki barchasi siz o'ylaganingizdan ham murakkab. SCP-106 ayni damda sizning yoningizda bo'lishi mumkin.